to'pni kutadi. Deyarli o'yin uslubi bir-biriga o'xshab ketishi mumkin. Hozir Bunyodkorda yaxshi imkoniyat. Temurxo'ja zarba gol. Chiroyli gol, chiroyli pas to'xtatdi va yerga tushirishi bilan to'pni sakrashini kutib, qanday chiroyli zarbani amalga oshirdi. Tajribali futbolchi Temurxo'ja, jamoa futbolchi chiroyli uzatmani amalga oshirib berdi. Keling ko'ramiz, qanday yuzaga keldi bu gol. Bu 77-raqamdagi Muzaffar Olimjonov ko'rdi sherigi qayerda turganligini. Hujumni esa To'raqulov boshlab berdi. Ofsayd yo'q. Mana o'sha uzatma ko'kragi bilan to'xtatdi, tushirdi va chiroyli zarba. Himoyachilar kech qolishdi. Birdaniga baravariga borishmadi, imkoniyat berishdi. Temurxo'ja esa albatta foydalandi. Ko'kragi bilan to'pni to'xtatib, endi boshqa variant yo'q edi-da, biroz kutganda gol ura olmas edi Temurxo'ja. Hammasini vaqtida